kuniga rozi bo'lmasdan kattaroq yeyman, kattaroq ichaman, riskovat qilmasam bo'lib ketmayman ekan deb qarzga kirmoqchi bo'lib turgan birodarim, bilib qo'y. Avvalambor bu ishingdan Alloh rozi bo'lmaydi. Shuni o'zi seni qarzdan qaytarish kerak. Qarz seni xotirjamligingni, vaqtingni, sog'ligingni, asabingni, tinchligingni, halovatingni olib qo'yadi. Qarz seni boshingni egib qo'yadi. Boshqalarga muhtoj qilib qo'yadi. Qarz seni xorlikka, zulmga duchor qiladi. Imkoning yo'qmi? Qarzga botib restoranda katta to'y qilma. Chunki to'yni ertasi ham bor. Esingdan chiqmasin, qarz o'g'il bolani ishini orqaga tortadi. O'g'il bolaning shijoatini, g'ayratini so'ndiradi. Musulmon odam qiladigan hamma ishini Allohning ismi bilan, ya'ni bismillah eng qisqasi, bo'lmasam Ar-Rahman, Ar-Rahimni qo'shsak yana ham yaxshi. Hamma ishda shuni qo'shlik, odob, sunnat. Payg'ambarimiz alayhissalom bismillah ish qilmaganlar birorta ishlarini. Qo'l yuvamizmi, atir sepamizmi, yechinamizmi, kiyinamizmi, olamizmi, qo'yamizmi, faqat bismillah. O'sha ishda barakat bo'ladi, chiroyli bo'ladi, o'sha ishda Alloh yaxshi ko'radi. Va o'sha ishimizda shayton sherik bo'lmas ekan. Bismillah qilgan ishlarimizda shayton sherik bo'lar ekan. Shuning uchun kunduzgi va kechki ishlarni hammasini bismillah bilan qilish kerak. Agar bismillahni aytmasak, undan barakat ketadi. Masalan, atir sepyapti, bismillah demasak, shaytonga ham qo'shib sepgan bo'lar ekan bizda. Bismillahni ovqat yemasak, shayton bilasizlar, u farishta bas, u jin. Ba'zi birlar farishtadir ekan, farishta emas. Alloh Qur'oni Karimda kana minal jinni deb aytgan. U jin degan. Shayton jin toifasidan. Jinlar yeydi, ichadi, tug'adi, tug'diradi, o'ladi. Kofiri bor, musulmoni bor. Yomoni bor, yaxshisi bor, fohishasi bor, o'g'risi bor, to'g'risi bor, taqvodori bor. Hasadgo'y ichi yiring, balchig'i ham bor. Bizda qanaqalar bo'lsa toifalarda. Jinni ham shu bir xil. Biz tuproqdan, ular o'tdan yaralgan. Farqi shetda. Shuning uchun hamma ishda bismillahirrohmanirrohim deyish kerak. Lekin gunoh ishlarga bismillahni qo'shish u ikkinchi gunoh hisoblanadi. Bismillah deb nos cheksak, nos chekish birinchi gunoh bo'lsa, unga bismillahni aytish ikkinchi gunoh bo'lib qoladi. Bismillah deb karta chilla bo'lmaydi, bismillah deb sigaret chekib bo'lmaydi. Xullas yomon, xunuk, uyat dinimizda qilib bo'lmaydigan ishlarga bismillahni aytib bo'lmaydi. Bu degani bismillahni aytmay qilavering degani emas o'zi. Endi qilyapmiz ham, endi hammamiz nimadir qilyapmiz. Kimdir nos cheksa, kimdir sigaret chekadi. Kimdir qimor o'ynasa, kimdir g'iybat qiladi. Har xil. Masalan, ba'zi birlar aytadiki, "Xo'p, deydi, mana aroq ichib o'tiribdi" deydi. Xo'p, to'g'ri, u yomon ish, gunoh ish, uni unaqa qilib bo'lmaydi, to'g'ri. Lekin o'shalar aroq ichib harom ish qilayotgan bo'lsa, ichimizda kimdirlarimiz g'iybat qilib harom ish qilyapmiz. Kimdirlarimiz hasad, ya'ni ko'ralmaslik, kuykanaylik qilib